Bugungi kunda O'zbekistonda nasiya savdo urfga aylanib qoldi. Agar sizda ham bu urfga aylanib qolgan bo'lsa, demak biznesingizni pastga qarab ketishiga sabab bo'lyapsiz. Va sizlarga yaxshi xabarim bor. Bugun mijozlarni ABC toifaga bo'lib, bu nasiya savdo muammosini hal qilishimiz mumkin. Diqqat bilan videoni ko'ring. Buni men sizlarga qanaqa bo'lishini tushuntirib beraman. Xo'p. Nasiyaga sotish bu yaxshi, ya'ni tadbirkor ko'pincha savdo haqida o'ylaganida uni naqdga ham nasiyaga ham sotaveradi. Ya'ni skratni bo'shatsa bo'ldi. Muammo skratni bo'shatishda bo'lib qo'yganda. Bu ham to'g'ri, lekin agar berilgan qarz nazoratga olinmasa, u qarz qaytib kelmaydi va biznesingizni botqoqqa botqizaveradi. Ya'ni ba'zida kechikkan qarzlar ham bizga o'zi foydasiz bo'ladi. Chunki bugungi 1 million so'm pul 10 kundan keyin yoki 1 oy, 3 oydan keyingi 10 million so'm pulga teng emas. Hozirgi 10 million so'm pul masalan qimmatda, 3 oydan keyingi 10 milliondan qimmat turadi. Shuning uchun biz bugun sizlar bilan toifalarga bo'lib bu mijozlarni qanaqa nazoratga olish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, nimaga o'zi bularni mijozlarni toifaga bo'lish kerak? Keling, birinchi mantig'ini tushunib olsak bu ishni. Birinchi asosiy sabab pul aylanishini himoya qilamiz. Ya'ni pul yetmay, kassiy razrih bo'lmay qolmaydi. Budjet ishlaydi, yozilganda ishlaydi. Pul oqimi to'g'ri shakllanadi. Ikkinchisi riskni kamaytirish. Ya'ni siz har kimga bir xil shart bilan qarz bermaysiz. Bir mijozga boshqacha limit berasiz, bir mijozga boshqacha. Nimaga? Chunki bular boshqa nimalar bilan massa bilan olyapti. Ya'ni mashinasi boshqacha. Bu 10 ming dollar olyapti, bu 100 ming dollarga olyapti. Bu ikkalasiga muddatni, shartlarni bir xil qilishimiz to'g'ri emas. Demak, biz har bitta mijozga unikal nasiya standarti ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Uchinchisi mijozlarni intizomga o'rgatish. Albatta, vaqtida to'laydigan yoki oldindan to'lagan mijozlarni qanaqadir chegirmalar qilib berishimiz kerak. Mana masalan, oldindan 30% to'lasang, mana buncha narxga beraman. Oldindan 40%, mana uylar hozir shunaqa foydalanyapti-ku. Uy qurib sotadiganlar. Masalan, 50% bersangiz, men bunaqa qilib beraman deydi. 30% bersangiz, oldindan men bunaqa qilib beraman deydi. Ya'ni qarzga berganda qimmat ham arzon ham berish mumkin. Va to'rtinchisi biznesni barqaror qilish, ya'ni oldinda qarzdorlikni oldindan boshqarish, ya'ni siz beradigan va oladigan pullaringizni oldindan boshqarishni boshlaysiz va biznes endi sizga tasodiflar dunyosi bo'lmaydi. Va siz buni bir qo'lingizda bir xuddiki boshqarayotgan bir hodisadek ko'rasiz va u biznes stressda emas, umumiy bir tizimda ishlashni boshlaydi. Xo'p, mijozlarni qanday baholash mumkin? Bizga baholash uchun 3 ta mezon yetarli. Birinchisi to'lov intizomi. Kim o'z vaqtida qaytaryapti, kim o'z vaqtida qaytarmayapti, necha foiz o'z vaqtida qaytaryapti degan narsani bilib olishimiz kerak. Ikkinchisi kechiktirish darajasi. Ya'ni o'rtacha necha kun kechiktiryapti. Va uchinchisi qancha sotib olmoqchi, savdo hajmi qanaqa. O'shani bilishimiz kerak. Ya'ni u bizdan qancha tez oladi va qancha miqdorda xarid qiladi. O'sha ham juda muhim. Mana shu 3 ta savolga javob bo'lgandan keyin biz siz bilan mijozlarni toifalarga ajratishimiz mumkin. Keling endi sizlar bilan toifalash mezonlarini ABC toifaga bo'lishni chuqurroq o'rganib chiqamiz. Bu uchun buni o'tirib emas, sizlarga osonroq bo'lish uchun, tushunarli bo'lish uchun doskada tushuntiraman. Xo'p, mijozlarni ABC toifaga bo'ldik. Bunda qanaqa mezonlar bor? A mijozlarimiz bular 90% plus vaqtida to'laydi. Aytgan vaqtida qiladi, ya'ni aytganidek bajaradi va uzog'i 5 kunga kechiktiradi. Ya'ni aytgan muddatidan 5 kunga kechik to'laydi, uzog'i. Bularni A toifa mijozlar desak bo'ladi. B toifa mijozlarimiz 70-90% gacha vaqtida qiladi aytganini. Ular 6 kundan 15 kungacha kechiktirishi mumkin. Bular B toifa mijozlar bo'ladi. A toifa mijozlarga katta limit berish mumkin, chunki bularda savdo hajmi ham katta bo'ladi va muddatni ham ko'proq berish mumkin A ga. B ga o'sha o'rtacha muddatni limit qilib qo'yiladi. Ya'ni muddat ham qarz ham limit bilan berilishi kerak bo'ladi. Ya'ni so'ralgan. Chunki bu o'rtacha limitli kompaniyada bu. Chunki savdosi ham o'rtacha buni. Yuqori ham emas, past ham emas. O'rta bo'lgani uchun shuning uchun B toifaga kiradi. C toifa mijozlarimiz bular 70% dan ham past aytganining ustidan chiqadi, ya'ni va'dasi ustidan chiqadi va 15 kundan kechiktiradi qarzdorligini. Ya'ni va'da beradi, mana shu kunda beraman deydi, o'sha aytgan kundan ham 15 kun o'tib ketadi ham bermaydi. 15 kundan ham ortiq, mana plus qo'yganman, ortiqcha bo'lib ketadi. Bu mijozlar C toifa mijozlar deyiladi va bularga deyarli minimalniy qarz berilishi kerak bo'ladi. O'zi kompaniya strategiyasidan kelib chiqishimiz kerakki, agar ko'rishimiz kerak, C mijozlar bizni
marjamizni, ya'ni bizga kelayotgan daromad, foydani necha foizni tashkil qilyapti? Ko'pincha Pareto bo'ladi. Ya'ni C mijozlar uzoq 20% gacha foyda beradi-da, umumiy foydani 20% ni beradi. Shuning uchun bulardan kechib olgan yaxshiroq bo'ladi. Agar siz biznesingizda C toifa mijozlari mana bularni ham olib kelishimga yordam beradi. Ya'ni C toifa keladi, o'zi yomon, lekin B, C mijozlar, A mijozlarni olib keladi. Ya'ni eshik mijozlarim desangiz, unda strategiya bo'yicha bularni ushlab turishimiz, lekin bular bilan konkretni kollektor, ya'ni undiruvni ham eng og'ir mib deymizki, o'sha shug'ullanish kerak bo'ladi. Chunki bu mijozlar bizda narusheniya mijozlar bo'ladi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Demak, A, B, C toifaga bo'lamiz. Undiruvda ishlaganimizda ham har bitta nimaga toifaga alohida undiruvchi qo'yish kerak bo'ladi. A toifaga boshqa undiruvchi, B toifaga boshqa undiruvchi, iloji bo'lsa A bilan B ga bitta qo'ysa bo'ladi, lekin C ni umuman aralashtirish kerak emas. Chunki C dagi mijozlar bular narusheniya mijozlar bo'ladi. Bevosita kayfiyatiga ta'sir ko'rsatadi undiruvchini. O'sha kayfiyat bilan u A, B toifaga telefon qilsa agar, bularning ham kayfiyatini buzib qo'yish mumkin. Shuning uchun bu to'lov qobiliyatini ham tushirib yuboradi. C toifa alohida bo'lish kerak. Har doim C toifa bilan o'sha uyga borib, kerak bo'lsa kollektorlar ishlash kerak bo'ladi. Asosiy narsa shu. Endi darslarimizga qaytamiz. Xo'p, amaliy qadamlarimiz bor. Biz siz bilan ABC ni qanaqa bo'lishini o'rganib ko'rib chiqdik. Endi amaliy qadamlar bor. Ya'ni buni hayotda qanaqa ishlatamiz. Birinchi qiladigan ishimiz mijozlar ro'yxatini tuzish. Ya'ni siz qaysi mijozlar bilan ishlaysiz, o'sha ro'yxatini tuzib chiqamiz. Buni Excel'da ham qilishimiz mumkin, Google Sheets'da qilishimiz mumkin. Mana boring Word'da qiling, farqi yo'q. Shu ro'yxatni tuzib olishimiz kerak birinchi. Xo'p, ikkinchisi mezonlarni belgilash. Ya'ni biz intizom, kechikish darajasi va sotuv hajmini belgilab chiqishimiz kerak. Kim bu mijoz qanaqa intizomli, kechikish darajasi qanaqa va qancha hajmda oladi. Uchinchisi ball qo'yib chiqamiz. Har bir mezon uchun 0 balldan 2 ballgacha ball qo'yib olamiz. O'zimiz bilamizki, mijozimiz bu отношенияsi qanaqa bizlar bilan. O'sha narsani qo'yib chiqishimiz kerak. Bu 1, bu 2, 1, 2 shunaqa qilib qo'yib chiqamiz. Shu bilan toifaga ajratib olamiz. Endi bu toifaga ajratish mezoni qanaqa? 5 balldan 6 ballgacha chiqsa agar mijozda, bu A toifa mijoz bo'ladi. 3 balldan 4 ballgacha bo'lsa B toifa, 0 balldan 2 ballgacha bu C toifa, ya'ni eng yomon C toifamiz bo'ladi. Shunga qarab endi biz limitni belgilaymiz, ya'ni toifaga qarab nasiya shartlarini kelishamiz, qo'yib chiqamiz. Masalan, A toifaga boya aytganimdek, B toifaga va C toifaga boya doskada tushuntirganimdek limitni qo'yib chiqishimiz mumkin. Va albatta 6-amaliy qadam bu har oy qayta ko'rib chiqish. Hisobot, kuzatuv, nazorat, monitoring bo'lmasa, hech qaysi moliyaviy bir instrument ishlatganning foydasi yo'q. Demak, intizomli yuqoriga ketsin, intizomsiz pastga. Ya'ni intizomsizlardan sekin kechish strategiyasini tuzishimiz kerak bo'ladi. Qo'rqmang. Tadbirkor shunaqa qo'rqadiki, mijozni yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Aslida u mijoz bizni bank qilib olgan. Biz unga tekin pul beryapmiz va uni qaytarishi ham dargumon, u bizga kerak emas aslida. Shunaqangi bir strategiya qilishimiz kerakki, shunaqangi ishlatishimiz kerakki, moliyat tizimimizni mana shu qarzlar bilan ishlashni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Albatta bu uchun baribir kompaniyaga moliyatchi kerak va tadbirkor o'zi ham moliyani tushunishi kerak-da. Bu sirasiz qaror qabul qilishimiz mumkinki, bo'ldi, bu mijozdan kechamiz. Chunki raqamlarni ko'rgan odam qo'rqmaydi. Demak, qo'shimcha tavsiyalar, sizlarga yana bonus, nima tavsiyalar berish mumkin? Qoidalarga rioya qilish kerak. Ya'ni hech qachon emotsiya bilan qaror qabul qilmang. U siz o'rtog'ingizmi, boshqami, qarz limiti hammaga bir xil standartda, bir xil qonun qoidada beriladi. Siz begona odamga qanaqa hisoblab berayotgan bo'lsangiz, bu odamga ham xuddi shunaqa hisoblab berasiz va har qanaqa bir ertaklarga, bir ertaknomon so'zlarga ishonmang. U odamni haqiqatda tekshiring, kuzating, chunki sizdan u normalniy qarz so'rayapti katta miqdorda. Uni kompaniyaga zarar keltirmasligi uchun uni albatta monitoring qilib tekshirish kerak. Bonus tizimini yarating. Ya'ni mijozlarga chegirmalar bering. Mana A mijozlarga asosan mehr menejeri deymiz, masalan, u bilan gaplashadigan menejer ham bir boshqacha muomala qilish kerak. Hech qachon A toifa bilan gaplashgan menejer C toifa bilan gaplashmaydi. Chunki C toifadagi bilan gaplashgan menejeri уже настроенияsi buzilib, A toifaga chiqib qo'ysa, uni ham уже B, C toifaga o'tkazib qo'yish mumkin. Shuning uchun A toifa mijozlarga alohida mehr menejeri deymiz-ku, alohida bir menejer ishlash kerak bo'ladi ular bilan. Uchinchi tavsiyam bu monitoring qilish, ya'ni qarzdorlikni dastur orqali kuzatib boring. Sizda qanaqadir bir moliyaviy dastur, tizim bo'lishi kerakki, buni siz doimo kuzatib turishingiz kerak. Necha kun kechiktiryapti, nimaga kechiktiryapti, rotatsiyani ko'rishingiz kerak. Ya'ni A dan B ga nimaga o'tib ketyapti toifa, B C ga o'tib qoldi. O'zi bizani maqsadimiz nima? C ni B ga, B ni A ga o'tkazishimizda. Shu bilangina biz kompaniyada pul oqimini to'g'ri qila olamiz, zo'r qila olamiz.
va ogohlantirish tizimini qo'llash. Qanaqadir ularga kechikkanligi uchun SMS-lar jo'natish yoki oldindan ogohlantirish, SMS rasilkalar, SMS xabarlar orqali, yo'qlash orqali, telefon qilish orqali ularni baribir ogohlantirib turish kerak bo'ladi. Sababi ko'pincha odam afsuski o'zbek tadbirkori bir tizimli ishlaydigani kamda, ya'ni rejali ishlaydigani kam. Unga qancha eslatib tursak, mana o'zingizdan misol qilsangiz, mana qachon qarzingizni kimga to'laysiz desangiz, kim ko'proq telefon qilsa, kim ko'proq eslatsa-da. O'zi aslida adolatsiz yo'l-ku bu, lekin hozir shunaqa bo'lib qolgan. Ya'ni siz ham xuddi shu qoidani amalga oshirasiz, ko'proq eslaysiz, ko'proq aloqalashasiz. O'sha siz emas, aynan tadbirkor o'zi emas, shu undiruv bo'limingiz yoki sotuv bo'limingiz, kim undiruv bilan shug'ullansa, o'sha bo'lim o'zi. Shu bilan muammo hal. Ogohlantirmay qo'ysangiz agar mijoz umuman o'z vaqtida pul to'lamaydi. Bunaqa mijozlar agar bo'lib qolsa, ularga albatta boya aytganimdek mehr menejer juda ham muhim. Xo'p, bugun sizlar bilan ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Bizning maqsadimiz shu sizni moliyaviy erkinligingiz, siz qachon moliyaviy erkin bo'lsangiz, biz xursandmiz. Agar mijozlarni mana shu ABC toifaga bo'lish to'g'risida qanaqadir savollar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Moliyaviy muammolaringiz, pul bilan muammolaringiz, pul boshqaruvdagi muammolaringiz, kompaniya moliyasini boshqarishdagi muammolaringiz haqida ya ularga sizga yechim kerak bo'lsa, shu muammolarni hal qilish kerak bo'lsa, meni Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying.